Namanganda maktabgacha ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim tashabbusga start berildi. Hududda o'tkazilayotgan xalqaro seminar treningga Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi bosh osh bo'lmoqda. Mazkur o'quv mashg'ulotlari markaz tashabbusi asosida Islom taraqqiyot banki, UNICEF hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida tashkil etildi. Loyiha maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va uning sifatini oshirishga xizmat qiladi. 3 kun davom etadigan treninglarda viloyatning maktabgacha ta'lim mutaxassislari, metodistlar va mentorlar ishtirok etmoqda. Mashg'ulotlar aynan pedagogik mahorat markazi tomonidan metodik jihatdan yo'naltirilib, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ilg'or xalqaro tajribalarni o'z ichiga oladi. Asosiy e'tibor nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Ishtirokchilar o'quv jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish, bolalar bilan ishlashning samarali usullarini qo'llash hamda kasbiy kompetensiyalarni oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday formatdagi treninglar hududlarda ta'lim sifati va pedagoglar salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida, seminar trening mashg'ulotlari joriy yilning 2-mayiga qadar davom etadi. Ushbu tashabbus Namangan viloyati pedagogik mahorat markazining ta'lim tizimidagi islohotlarni amaliy bosqichga olib chiqish yo'lidagi muhim qadami sifatida baholanmoqda. Bugungi seminar treningdan ko'zlangan maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktor o'rinbosarlari uchun bolalarni rivojlantirishga va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog xodimlarga amaliy yordam berish uchun ularning faoliyat davomida bolalarga yetarlicha bilim, malaka, ko'nikmalarni berishga, o'yinli faoliyatni tashkil etishga qaratilgan. Maqsadimiz shu.